Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bize bugün sarining chetini, bezakini yasaymiz. Bozordan so'raverdim, sarining chetini bezaki bo'ladi-ku. Shunday minjiqdan yasalgan. Metri 25 ming so'm ekan. 6 metr kerak ekan. 6 metr ochak bo'lsam 150 ming so'm bo'ldi. Aytdim, tur dedim. Tam özünü yasayman deb shundan oldim. 25 ming so'm oldim pachkasini. Shuni mayda qilib oldim. Krishvasini oldim. Shuni o'zim yasab, hammasini qo'l mehnati etib ishlayjakman, xudo xolasa. Bularning hammasi qo'l mehnati. Eğer o'zingizga shunday sochak kerak bo'lsa, ko'proq kerak bo'lsa, qo'l mehnatini ishlasangizlar arzonroq tushadi ekan. Rasmiy 150 ming so'm emas, 50 ming so'm tushadi sizlar. Keyin diademani videolarini onlayn edib joylayjak edim. Agar ko'proq prosmotr ko'p bo'lsa, obunachilarimiz ko'p bo'lsa, 10 ming bo'lsa, xudo xolasa videolarni joylab beraman. Birma-bir montaj ishlamayman, lekin montaj birma-bir nuqta-nuqta tushuntirib o'tkazib, qaytarib berib, netib o'tirmayman. Ko'proq videolarimizga like bosib, obuna bo'lib, yaqinlaringizga berib qo'yinglar.